Hammaga salom, meni ismim Asal va men Flex finalistiman. Bugun men birinchi marta Walmartga bordim. Meni mezbon oilamni kichkina Dexter ismli kuchukchasi bor. Halloween yaqinlashayotgani sababli biz unga kostyum olishga borgandik. Bu videoda men Dexterga kostyum qarashning o'rniga o'zim maskalar osib ko'rib yuribman. Walmartda biz shunaqa yoqimtoy o'yinchoq ko'rib qoldik. Qo'lida chips ham bor ekan, Pringles. Hozir sentyabr bo'lishiga qaramay, Walmartda allaqachon shunaqa yangi yilga narsalar sotishayotgan ekan. Halloween uchun har xil qovoqlar bor ekan, hattoki oq ranglisi ham. Biz Dexterga kostyum topolmaganimiz uchun hech narsa olmasdan ketdik. Benzin solib olib, biz oziq-ovqat do'koniga bordik va u yerdan pomidor, protein va yana nimadirlar oldik. Ovqatlangani borganimizda host singlim ovqat yemasdan shunaqa nimadirlar olib yedi. Ozgina downtownda aylandik va bu yerda bitta интересный do'kon ko'rib qoldik. Har xil qiziqarli narsalar bor ekan. Bitta zo'r pizzeriyaga kirib pizza yedik, lekin men videoga olish esimdan chiqib qolib, eng oxirida videoga oldim va shu bilan oxiri uyga ketdik. Hammaga xayr.